Obunachilar, sizlarga foydali mahsulotlarimizni yana taqdim etishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, kameralarni hozirgi kundagi eng kerakli, eng zo'rlarini olib kelib qo'yganmiz. Bu kameralarimiz qanaqa kameralar deydigan bo'lsanglar, hozir bilamiz ko'pchilik stream yo'nalishida ishlayotganlar uchun stream uchun kompyuterga web kameraning eng zo'r varianti 2K formatda ko'rsatadi. Buni xohlagan tomoningizga burib, xohlagancha yaqinroq, uzoqroq qilib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Narxi juda ham zo'r chiqqan. Undan tashqari yosh ota-onalar uchun baby fonlarimiz kelgan. Baby fonlarimiz ko'rayotganingizdek monitorli bo'ladi. Undan tashqari bolani oldiga qo'yib qo'yadigan o'zining mana bunaqa kamerasi bo'ladi. Buni alohida bitta video qilib obzorini ham qilamiz. Bu hech qanaqa internet, sim karta, hech narsa kerak emas. O'zi distansionniy ratsiyaga o'xshab ishlaydi. Undan tashqari bizdan kamera so'raganlar uchun ofislarga, ishxonalarga yoki uylarga ham qo'ysa bo'ladigan, xonaning ichiga qo'yiladigan ikkitali kamerasi bo'ladi. Undan tashqari ikkita tomonlama bemalol so'zlashuv qilsa bo'ladigan o'zini голосовой ovoz yozib olishi ham bor. Ovozni bemalol gapirsanglar eshittirib berish imkoniyati ham bor bo'lgan kamera. Bundan oldin sotganmiz, obzorlarini ko'rsanglar bo'ladi. Eng zo'r tomoni mana bu kamera hozir juda ham trendga chiqdi. Ko'chada ko'rayotgan bo'lsanglar, mototsiklda, mashinada, velosipedda yuradiganlar ko'p. O'shalar yonida bemalol xohlasa taqib olsa bo'ladi, xohlasa mashinasiga, mototsiklga o'rnatib qo'yishsa bo'ladi. Body kamera. Buni ham fleshga tiqib qo'yib bemalol yozib yursanglar bo'ladi. Buni obzorlarni alohida qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.